Menimcha masjidni oldida, fayzli mahallada yashash hammaning orzusi bo'lsa kerak. Videoga hozir bitta like bosib, kommentga bizga ham nasib qilsin deb yozib qoldiring. Zo'r joydan fayzli xonadonga kelganmiz. Bu uyimiz aynan siz uchun. Lokatsiyasi ham yaxshi joyda, Shayxontohur tumani. Bu yog'i Samarqand darvoza, Qoratosh va Komolon. Shu Rayhon milliy taomlarning oldidan kirganingizda Kattobog' Atirgul ko'chasida fayzli xonadonimiz sotilyapti. Bizani sotilayotgan uyimiz mana shu O'zbekistonda katta hovli bo'ladi. Qarang, bu tomonimizda remontlar yaxshi holatda, bitta zal va bitta yotoqxonalari qilingan va bu tomonimizda sanuzellari va oilaviy dam olib o'tirish uchun bitta xona ham yaratib qo'yishgan. Uyimizning maydoni 507 sotiq. Bu tomonimizga keladigan bo'lsa, yana bitta katta mehmonxona va yotoqxona qilingan. Yon tomonimizda hozir ko'rganinglardek yana qurilish ishlari ketyapti. Yana bitta yotoqxona va oshxonaga mo'ljallangan xonalar qilib qo'yilgan. Uyimizning maydoni 507 sotiq, xonalarning soni 6 ta, narxini $230 ming so'rayaptilar. Yana kelib tepasida sodalashsangiz kelishiladigan joylari bor. Lokatsiya Telegram kanalimizda.